million. Okay, betnomi avtomasir uz bo'ladi. Betdagi barcha uskunalarni Xitoydan olib kelishadi va kafolat berishadi. O'zining ehtiyot qismlari ham bor. Narxlari-chi? O'zi narxi arzon, lekin Ramazon oyi munosabati bilan 10% dan 20% gacha chegirma ketyapti. To'liq istalgan turda chegirmadan chiqarib, o'zining bonuslari ham bor. Mashta olamiz. Menga qarang, mana $10,000. Jami 20 ming berdim. Shuni siz menga qancha qilib berasiz? 40 ming. Bali. Yaqinda boyib ketaman. Yana uyimga keldilaringmi? Pulga uxladilaring. Isbot dalillaring yo'q. Semirtirib so'ydim sizlarni. Ustoz aytdim, u uxlatib yuboradi dedi. Qoravoy, bu quylar yurgan quyonni onasini emas so'ygan. Qarab tur. Boy, uyingizda dokument kadastr qayerda? Uyda turibdi. U qalbaki, mana original. Shoshma. Sen shohid yursang, men bargib yuraman. Iltimos, kadastrimi qaytarib bering. Kelishilgan 40 mingni beraman. 40 ming emas, 50 ming qaytarasiz. Buning uchun 10 ming. 10 ming yetkazgan ma'naviy zararing uchun.